Anneannemin qilib qolgan bir reseptgan xonim qizlar. Aynı zamanda bir 200 yıllık tarihi ega bo'lgan bir kitobdimi mushu malham haqida so'zlangan bir yerlar bor ekan xonimlar. Shundaqla mushaqdagi xonim qizlarniki haqiqiy ishlatib unumini ko'rgan bir resept bo'ldi. Asosiyatdan buni ishlatgandan keyin xonim qizlar chiqayotgan oqchashni qorditib mangdi xonim qizlar. 15 kunda mushniki natijasini ola olasizlar xonimlar. Yana birsiga chechenlarni shunda yaxshi ozuq berdi chechenlarga. Chechenlarning tez üstüşüge şunda pek yardım kıldı. Anandan keyin chechenlarninki quyuqlashishiga, anandan keyin chechenlarninki tushishini oldini oldi, hatta to'xtadi xonim qizlar. Shuning uchun bugun biz bu malhamni ishlab chiqamiz xonimlar. Buningga asos ketadigan materiallar zaytun yog'i ketadi xonim qizlar. Zaytun yog'ini xonimlar shundaq bir yemek qo'shiq ishlasak bo'ldi xonimlar. Andan keyin bir tal piyoz ketadi. Men piyozni işte to'g'rab oldim. Chunki bu piyozni hozir ma'nın içine silip hazır izli olmuş hanımlar. Bir tal piyaz gidiyordu. Anandan keyin samsaqdan 5 tal gidiyordu hanımlar. Anandan keyin tuxumninki serigi gidiyordu hanımlar. Anandan keyin ma chash malhamni saldigan shunda qutanlar bo'lsa tayyorlab olsanglar bo'ladi. Tuxumniki eqini hanım qizlar qo'noq uni bilan sizlar malham qilib yuzinglar ishlatib olsanglar bo'ladi. Isrof qilib etmanglar. Bugungi malhamni unda bo'lsa biz yaslashga boshlaylik aziz hanımlar. Bilen hanımlar ma piyazның hamısını muşның içine salmız hanımlar. Piyazni, samsaqni degandek muşның içine silip yaxşı ezib chiqirib bununki suyunu chiqirib olamiz hanımlar. Muşni qilib bo'lgandan keyin anandan keyin hanımlar tuxumninki serig'ini qo'yishga boshlasak bo'ldi. Unda olsa mani og'zini yipib ezib olaylik azizlar. Mana hanımlar mushundaq bek ezib olamiz hanımlar. Cuma bu suyu chiqqidek mushundaq yaxshi ezilib anandan keyin ma tuxumninki serig'ini qo'yamiz hanımlar. Serig'ini qo'yib bo'lgandan keyin xonim qizlar ma zaytun yog'idan mushundaq yemek qo'shiqda bir qo'shiq aralashtirib mushning ichiga yaxshi chaqib bunun için yaxshi yana bir malhamdan birini chiqarib olamiz hanımlar. Bunu qilgan vaqtinglarda azizlar sal ko'zinglar itishidi, lekin ishtim bo'lmaydi hanımlar. Chidab qilasanglar malhamniki foydasini shunday yaxshi ko'ra olasizlar hanımlar. Bunu yaxshi aralashtirib oldik aziz hanımlar. Mana shunday chiqdi. Endi mau zaytun yog'idan bir qo'shiq mushning ichiga qo'yib yana aralashtirib olamiz. Zaytun yog'ini qo'yib oldik aziz hanımlar. Endi buni og'zini yipib yana yaxshi aralashtirib anandan keyin bizningki malham tayyor bo'ldi. Tayyor qilib oldik xonim qizlar. Malhamni tayyor qilib oldik. Endi buni mushu qutning ichiga tükib olsak bo'ldi xonimlar. Buni yaxshi tükib, buning ichiga anandan keyin mushu cho'tki bilan chechenlar paks meynat busi bo'layverdi xonimlar. Juma chechenlarga mushu bizningki chashni bo'yg'anga o'xshash butun chechenlarga surkab, teranglardan tortib, mush chash teranglardan tortib bir haftada shu 2 qitim qilsizlar chechenlarda 1 soat turg'izsanglar bo'ldi xonimlar. Juma 1 soat turg'izib, anandan keyin chash supininglar bilan juvasanglar bo'ldi. Buni asosiy shu 15 kun xonimlar, 15 kun atrofida chechenlarniki ringi asta shu kul rangdan qorga qarta shundaq mangdi xonim qizlar. Unumi shunda bek yaxshi buningki sinab ko'rib baqsanglar bo'ladi. Sinab bo'lgan xonim qizlar men inkas qaytirishni unutib qolmanglar aziz xonimlar. Undan sonra bugungi darsimiz misha tamomlashtirdim. Piyozninki, samsaqninki, zaytun yog'ininki degandek tuxumning serig'ining nimishqa bu malhamni ishiltimiz. Men sal turib sizlarga darslikda iniq so'zlab apmangman aziz xonimlar. Hammalarga hozirgi vaqtda xayrlik bo'lsin.